Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashayman. Meni Jo'rayev Bobur ismli fuqaro 3 oy oldin urib tan jarohati yetkazib, qovurg'alarini sindirib, urib telefonlarimni olib qo'ydi. Mana 3 oydan beri tergov ishlari olib borilyapti deyapti, lekin hech kim qonuniy chora ko'rmayapti. Mana endi kuni kecha misol uchun bugun chislamiz nechi kuni kecha 3 ta fuqaro seni baribir hech kim so'ramaydi deb turib 3 ta fuqaro Ravshan, Azizbek akamlar urib tan jarohati yetkazdi. Hozirgi paytda men Qashqadaryo viloyati shoshilinchli yotibman, lekin menga ichki ishlar xodimi hech kim kelib yordam ko'rsatmayapti. Hurmatli prezident, menga qonuniy yordam beringizlar, iltimos.